Assalomu alaykum, hurmatli Arz Yedimi kanalimiz obunachilari. Bugungi mebellarimizda Xitoy komod bilan stenka. Kuxunni to'g'risi qo'ymayman. Kuxunni sotilib ketib qopti. Hozir narxini ham aytaman, eski sotilgan Spanligan tur detskiy divancha-yu. 2 kishilik divanimiz bu. Narigilarda ham qolganlarini ham narig joyimizga borib ko'rsatamiz. Atamat shkaflarda yangiliklari bo'lgan. Xo'p, bu kuxunni komplektimizni 2.500.000 so'mga sotilibdi. Arziydi. Uni kommentariyada yozib ketaverasizlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Mo'ykalari bilan. Mana yerda faqat mana kir mashinasi alohida ekan. Kir mashinasini alohida $100 beramiz deyapti. Bemalol aloqa chiqaverasizlar bunga. Xo'p. Endi Xitoy komodimiz bilan stenkamizni 3.800.000 so'mga nolni videolarni ham qo'yganmiz. 3.800.000 so'mga vodiy bo'ylab dastavka qilib beriladi. Mana holatlari, sostenalari zo'r. Bu narsani o'zi odam bilgan odam biladi. Endi bu detskiy divanchamizni hozir narxlarini ham aytaman. Eniga menimcha 1 metrmi, 1.20 shunaqa eniga endi ekan. Bu yonlarda bunaqa bo'lkalari ham bor mana. Mana ko'raverasizlar. Xo'p, hozir bu narxni aytaman. Akam o'zlari o'nta savdo qilyaptilar, bir qator ko'rsatib ketaveradi, narxlarni keyin tushuntirib ketaveraman. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketaverasizlar. Spanligan 4 qanotli, hatto tremoy ham bor. Ivonida bunaqa shkaf devam bilan tumbalari ham bor. Tumbalarning tortmalarigacha bor ekan. Matrasi ham yaxshi holatda. Mana yerda chiqqan joyi bor ekan. Buni ham narxlariga arziydi. Men uni kommentariyada yozib ketaverasizlar. Endi hozir bitta mana divanni cho'ti ustiga 5 ton tumbalarni bu ham sotilib ketgan shekilli. Mana ko'raverasizlar. Bu sotilib ketdi-mi? Bu sotilganmi? Ha, bu Qo'qonga sotildi 2 millionga. 2 millionga sotilibdi. Dastavkasi bilan Qo'qonga ekan. Arziydi-mi? Uni kommentariyada yozib ketaverasizlar buni ham. Mana holati. Endi bu yerda yaspiltalari ham bor ekan akami. Yaspilta, hop. Nima deydi bunaqalari bilan? Nohopchilari bilan, listlari bilan, lisetkalari bilan bularni ham hozir narxlari bilan to'liq aytaman. Bitta ko'raveringlar. Kommentariyada yozib ketaverasizlar, arziydimi yo'qmi? Stullar bor alohida. Kimgadir narsa tushuntiryaptilar-da hozir o'shaning uchun. Mana. Bitta uziladi-da, hozir gaplashib bo'lganlardan keyin qo'yaman. Xo'p, Spanligan turimizning narxi. Toshkentniki. 3.700.000 qilib beramiz. 3.700.000 so'm mana shu turganlari. Endi mana devancha. Ustanovkasi ham bor. Dastavka ustanovkasi vodiy bo'ylab aytib ber shuni. Bunisi? Xo'p, buni bu kravatimiz 600.000 so'm qilib beramiz. Bu 600.000 so'm. Matrasi zo'r holatda 1.20 mi aka, 1mi? 1.20 ga 2 metr. 2 metr. Katta odam bemalol sig'averadi. Ko'pchilik so'rayotganlar. Bu 2 millionga sotildi. Buni narxini aytdim. Endi menga aka mana gaz filtani narxi kerak ko'proq. Xo'p, gaz filtani narxi o'zi gaz purishlar o'zi 800 ming olaveramiz deyapti. 800 ming onachilarga ilini 800 mingga berib yuboryapti. 800.000 so'mga o'sha olaman deyotganlar. Ya'ni olib sotarlarga beriladigan narxiga. Hozir ham yo'q ishlaydi. Mana uni sizga sarg'ayib qolgan, yaqinlashtirib olib qo'ying. Mana. Qaysinisi? Mana tevaz. Mana aytlar bog'dan chiqqan issiqlikka rangi jicha sarg'aygan. Tevazdan ko'ra farq qilyapti. Ko'rib olasiz. Bu italyanskiy gaz filtr, Ferre, zo'r narsa. Original narsa. Buni bilgan odam bilar ekan, o'zi tushunadigan aloqa chiqaradi. Nari joyimizga ko'rsataylik, ular hammasini tanishtirib bo'ldim aka. Tem kapalayliklar bor ekan, mashlarni ham keyingi videolarda qo'yaman. Aka, assalomu alaykum. Siz qanchasiz? Nima bo'ldi deyaptilar hali. Xo'p, bitta shkafimiz bor, rossiyskiylar bor. Bu ham sotilib ketdimi? Vayda, mashina uchun videoga olaman dedi. Nechta sotildi bu? 2.200.000 so'mga vodiy Andijonga dastavka qilib beriladi. 2.200.000 so'mga Andijonga dastavka qilib beriladigan bo'linibdi. Mashina Spanish kravati bor. Kravati bor. Matras yangi zo'r narsa bu. Xuddi shuni Xudo xolasa qo'yar ekanmiz keyingi videoda. 2 millionga arziydi, men uni kommentar yozib keting, maza qilishlasizsin, buyursin, zo'r narsa ekan uni. Bularni bu shpanerlarimizni aka nechta pul qilib beramiz? Buni 500 ming beramiz. Bunisini 500.000 so'mga beramiz. Ha. Bo'ldi. Bunisi-chi aka? Bunisi 600 ming so'mga beramiz. Bunisini 600.000 so'mga beramiz. Belarusyaniki chikka etib magnetlari ham zo'r ishlayapti. Xudo xolasa tortmalarigacha bor. Xo'p, endi divanimiz-chi? Divanimiz 1.5 million qilib beramiz. Divanni 1.5 million so'm qo'yamiz, ikkita tumbalar bilan. 1.70 ga 220 razmerda, matraslari ham zo'r. Tayi ham qalindan. Xo'p, endi aka tumbani aytib o'tib ketamiz bitta. 200 ming qilib beramiz. Tumba 200 ming so'm. Endi mana bu radnoydi. Bu oshmoshlar 100% radnoy.
original narsa 2 million 300 ming qilib Mana shu hammasi 2300 ming so'm turishdi. Vodiy bo'yicha dastavkasi bor. Demanchamiz-ku. bonus qilib berdim shunga. Bunga bonus bo'lib ketibdi. Kommentariyada fikrlarni qoldirib ketinglar. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'ysalaring. Hozir qolgan hamma mebellardan bitta-bitta obzor qilishga harakat qilamiz.